Hammaga salom do'stlar, men Atom Kompot va mana yangigina videolarimga xush kelibsizlar. Men qishlog'imdaman, lekin o'zimni qishlog'imda emasman. Hacker va Grifferni qishlog'ida turibman. Nimaga desanglar, bugun men Hacker va Grifferni masxara qilmoqchiman. Mana Grifferni o'zi ham chiqib kelyapti. Nimaga masxara qilmoqchisiz desanglar, mening qishlog'imga kelib, telefonimni yokida Griffer portlatib, asabimga tegib tezroq masxara qilgim kelyapti ularni. Xo'p, unda video davomida ko'rib olasizlar. Unda men birinchi bo'lib, men bularni ko'rinmas damlama aytishim kerak. Ko'rinmas damlama aytsam, meni ular ko'rmaydi va ishimni bajaraman. Xo'p, birinchi bo'lib ko'rinmas damlamani olamiz. Xo'p, hozir xo'p. Lava ham esdan chiqmasligi kerak, ko'rinmas damlama. Mana ekan, olamiz. Bu yerda dinamit olish esdan chiqmasligi kerak. Balki bir-biriga to'nkab, san qilding, men qildim deyishar. Balkim dinamit olamiz va yana bittasini X20 olamiz. Endi xo'p, buni ham olamiz. Ninani olamiz. Yaxshi. Endi bu damlamani men ichib olaman va boshlaymiz. Xo'p, unda Griffer nima qilyapti ekan? Bugun qishloqlarga prank qilaman. Prankni jiddisi bo'ladi. Griffer demak prank qilmoqchi. Ko'ramiz. Hackerchi. Bugun bor edi, bitta mana kalitni ham buzdim. Tizimni ham buzdim. Minecraft server menga tegishli. Chiqyapti, qochish kerak. Bular nima qilar ekan? Xo'p, bu yerga hozir bitta otamiz. Nima qilyapsan, Griffer? Tushunmadim senga. Sen qilaolasan faqat portlatishni. Aytyapman-ku, baqmayapman. Qilolmayman faqat. O'zimizni qishlog'ni buzmadi ekanman senga. Griffer, nimaga bunday qilyapsan? Men qilmayapman, lekin senga aytsam. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Urush boshlandi. O'zi mana kompyuterlaringizni buzib tashlayman, hacker. O'zingdan ko'r, yaramas, balakan. Qanaqasiga buzma mani kompyuterlarimni. Bu videosini buzma. Jiddiy urush. Mana men seni uylaringni ham buzaman. Kompotga, hackerga yordam berdik. Endi sen Griffer menga hech qachon narsa otolmaydigan qildi. Men sen uyini buzdim. Nimaga meni uyini buzasan, hacker, yaramas. Hozir tenetni qo'yib tashlaymiz. Tak, 1 minut. Yo'q, tegma menga. Griffer, sen nimaga Griffer tentalarni otyapsan menga? Mana olinglar, nasha qilinglar. Yaramas, hacker, nimaga bunaqa qildingsan? Aytyapman-ku, Griffer, men qilmayapman bunaqa narsalarni. Men qila olmayman-ku. Ko'ryapsizlarmi, obunachilar? Bular ikkovi janjal qilib qolishdi mana bu yerda. Men senga nimaga meni uylarimni buzding? Mana bu yoqqa izvorning lekin tentalarni ol. Nimaga otyapsan menga yana? Griffer. Uylarni bunaqa qilib tashlaymiz hozir Grifferning uyini. Yaxshi. Bularni ham qanaqasiga sen jin ursin? Uzoqdan qila olasanmi sen? Meni uyimni qanaqasiga qilyapsan bunaqa? Otma, hacker, otma. Qanaqasiga men bitta telefondamanu. Nima qilaman men senga? Izvornini bu yoqqa kelsan, hacker, izvorni lekin. Olinglar, nasha qilinglar просто. Sen bu yoqqa Griffer, kallang oyog'im sani. Bu yoqqa kelsan, hacker. Janjallashyapti. Sen qilmagan bo'lsang, kim qilyapti uni? Bittasi qishloqqa kirib, biror nima qilmaydi-yu. Obunachilar, xo'p, hozir bularga bu yerda adashmasam skelet qo'yib tashlaymiz. Hozir qaranglar. Mana qo'yamiz yiqib. Griffer, nimaga bu yerga skeletlarni qo'yib tashlayapsan? Men qo'ymayapman-ku, men bunaqa qila olmayman-ku, men faqat portlatolmayman. Ol. Sen aldayapsan, lavalarni ol. Nimaga qilyapsan, hacker bilan? Nimaga qilyapsan? Portlatma. Yo'q, ol. Portlatma deyapman men senga. Skeletlardan qo'rqaman, qo'yma. Men qo'ymayapman. Hacker, men qo'ymayapman lekin. Adashyapsan sen.
Hop. Sen qo'ymayotgan bo'lsang kim qo'yadi boshqa? Sana boshqa bu yerda hech kim yo'q. Qishloqni bo'lmasam qishloqni himoya qilishni asosi o'chib ketganmikan. Bilmadim. Bugun boraylik sanamda ko'rishim kerak. Ko'ra qoluvdi. Obunachilar, qanaqa qo'riqlash tizimi yana ko'rishim kerak. Men ham Hacker va Grifferni urushtirib qo'ydik. Qanaqa qo'riqlash tizimi bor ekan ko'ramiz hozir. Tak, undan oldin men boraman uyga va ko'raman. Sandiqning ichida tak, qiziq. Men bularni buzib tashlayman, mana buzib tashlayman, sandiqlarni ham buzib tashlayman. Hech kim kirolmaydi bu yoqqa. Nimadir bo'lyapti uyimizga bizlar haqiqatan ham. Mana ol. Ana. Kimdir buzib tashlabdi bu yerni. Mana olinglar, nasha qilinglar. Voy, lavaga kirib ketay dedim. Vat qilib qoldi. Bu yerda hacker vat qilib qoldi. Yordam ber. Hozir Yo'qyaptimi obunachilar sizlarga, lekin menga juda yo'qotdi. Mana olinglar, nasha qilinglar prosto. nimaga hacker sen uzoqdan qo'yyorsan bunaqa narsalarni? O'tamaga dedilarni. Yo'q, eshit, men qo'yayotganim yo'q lekin. Griffer, menga ishonsan. Lekin sen qo'yyapsan, men bilaman-ku. Mana ol uni, ishing uchun ol, qilgan ishing uchun. Menga yo'qotdi lekin. Sizlargachi. Tak, endi men bularni endi oxirrog'ida o'ldirib olishim kerak вообще. Mana kayf qilinglar, olinglar hacker, kayf qilsan ham. TNTlardan bahramand bu. Nimaga qo'yyapsan sen, Griffer? Nimaga menga TNTlaringni o'tayapsan? Men o'tayotganim yo'q lekin hacker menga ishonsan. Yana kayf qil. Qilgan ishing uchun javob berasan sen hali. Qarab tur. Skelet qo'ymaman yonimga, hacker. Skeletlardan qo'rqaman. Sen qo'ymaman Yonimga hacker, skeletlardan qo'rqaman deyapman. Yo'q, qo'yma skelet. What the fuck? Hozir qarab tur, Griffer, sen qilgan ishing uchun javob berasan. Shikoyatlarim bilan qishloqni yo'q qilaman. Rostdan ham hacker kuchli ekan. Mana kodlari bilan qishloqni qanaqadir yashil narsalar bilan kemirib tashlayapti, ya'ni yo'q qilyapti. Endi men ko'chib ketaman bu qishloqdan. Griffer, o'zing nima qilsang qilasan lekin. Men boshqa qishloqqa ko'chib ketaman. Endi men bularni Grifferdan boshlayman yo'q qilishni. Mana Griffer ham yo'q bo'ldi. Men bunga bamber o'rdim. Endi men hackerni ham yo'q qilishim kerak. Endi men skelet bilan buni qo'rqizaman va hacker menimcha qochib ketsa kerak. Qani ko'ramiz. Yo'q, ta'sir qilmadi hackerga skelet. Endi men bunga bam berishga harakat qilaman va bir 2-3 hafta qishlog'imizga kelishga urinmaydi, ya'ni banda qolib ketadi. Xo'p, davayte men bunga endi bam berib ko'raman. Tak. Ana bo'ldi. Hacker ham yo'qoldi. Mana obunachilar hammasiga bam berdim. Mana uji bular endi qishlog'imga yaqin yo'lamaydi. Men bulardan qutuldim va nihoyat obunachilar endi tinch yashaymiz 1-2 haftalar. Xo'p, obunachilar, sizlar videoga shugacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada sabzi so'zini yozib qoldiringlar. Unda hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Kompot va keyingi videolarda ko'rishguncha, aytgancha videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling, chunki men tezroq 1000 ta obunachi bo'lishim kerak. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Kompot bo'ldi.